Bilmaysizlar, mening qo'noq kutuvs, ya'ni Qirg'izistondan mehmonlar kelishadi. U yoqda meni ammamlar bor. Qirg'izistonda o'qib, ishlab, tilini ham ancha tushunib qolganman. Aslida qirg'iz va o'zbek xalqi uchun переводчик umuman shart emas. Yaxshilab harakat qilsa bir-birini tushuna oladi. Dasturxon harakatida yursam, biz chegarada o'tdik deb qolishdi. Yugurib chiqib ularni kutib oldik. Dadam mehmonlar uchun osh qildi. Ikkinchi ovqatga harakat qilamiz deb tursak, ammam o'g'illari shashlik ko'tarib kelib qolishdi. Yedik, ichdik. Ammamlar endi biz Toshkentga borib keladiganmiz. Mashina gaplashib berasizlarmi deb qoluvdi. Menda Telegramda 5-6 ta gruppa bor edi, shunga aloqador. Darrov qidirishga tushdim. Srochni ketadigan mashinalar topila qolmadi. Nima qilsam ekan endi deb turib birdan hayolimga eltuvchi taksi xizmati borligi esimga tushib ketdi. Darrov Telegram poyskka eltuvchi taksi bot deb qidiruv berdim va botga ma'lumotlarni kiritdim. Ya'ni qayerdan qayerga borishim va menga qanaqa mashina kerakligi va hokazo. Sirazi meni uyimga yaqin atrofda turgan shopirlar aloqaga chiqishdi va men mehmonlarimni kuzatib bordim. Siz bu bot orqali zakaz berganingizda qanaqa mashina tanlashingizdan qat'iy nazar narxlar o'zgarmaydi. Manzilga yetib olishingiz uchun quyidagi komfort mashinalar xizmatingizda bo'ladi. 7 kishi bo'lib safarga chiqmoqchi bo'lsangiz ham sizga qulay mashinalar bor. Bot orqali nafaqat Andijon, Toshkent, balki boshqa viloyatlarga ham mashina topsangiz bo'ladi.